Davom etamiz. 6 noyabr Toshkent metropoliteni va uning foydalanuvchilari uchun muhim sana. Bundan 48 yil muqaddam, ya'ni 1977-yil aynan shu kuni poytaxtimizda ilk metro qatnovi yo'lga qo'yilib, Chilonzor tumanini shahar markazi bilan bog'lagan edi. Bugungi kunda esa Toshkent metrosi nafaqat poytaxt aholisi uchun qulay transport vositasi, balki zamonaviy shahar infratuzilmasining ajralmas qismiga aylandi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova Toshkent metropoliteni va uning ahamiyati haqida so'z yuritadi. 6 noyabr O'zbekiston metropoliteni tarixida muhim tarixiy sana. 48 yil avval aynan shu kuni O'zbekistonda ilk metro ochildi va bu Markaziy Osiyodagi ilk metroga aylangan edi. 1972-yil iyul oyida qurilishi boshlangan metro mustaqillikgacha 4 bosqichda ishga tushiriladi. O'sha paytda Olmazor bekatidan Amir Temur xiyobonigacha bo'lgan birinchi yo'nalish Chilonzor elektro deposi va aloqa uyi ishga tushirilib, poytaxtliklar hayotiga yangi nafas kirib keladi. Qibraylik Ashirbu Jo'rayevaning nomi poyezd boshqargan ilk ayol sifatida metro tarixiga kiradi. Kasbimdan faxrlanardim. Faxriy mashinist Ashirbu aya tongda yana o'sha ilk yo'lga, o'z mehnat yo'li boshlangan metroga kirdi. Yoshlik xotiralarini esladi. Judayam hayajon bosadi deya, yoshlik davrlarim esimga tushib ketadi. O'sha haydaganlarim, yana yoshlikka qaytsa edi. Yana haydagan bo'lardim? Yana haydagan bo'lardim. Keyinchalik metroda Alisher Navoiy bekatidan Toshkent bekatiga qadar, Toshkentdan Do'stlik bekatigacha, Alisher Navoiydan Chorsuv bekatigacha, eng so'nggi bosqichda Chorsuvdan Beruniy bekatigacha bo'lgan bekatlar foydalanishga topshiriladi. Bugun Toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasi vakillari metropolitenning 48 yilligini metro yo'lovchilari bilan nishonladi. Salkam 20 yil metropolitenda turli lavozimlarda mehnat qilib, nomi metro tarixiga muhrlangan Ashirbu Jo'rayeva kabi faxriy xodimlarga ehtirom ko'rsatildi. Rosa kutdim. 25 yilligiga chaqiradi deb kutdim, 30 yilligiga, 48 yilligiga chaqirib qolishdi. Birinchi marta chaqirishdi. Xursand bo'ldim juda ham. Ashirbu aya ham nabiralarini yetaklab, metrodagi ko'rgazmalarni tomosha qildi. Ko'rgazmada uning yoshlik chog'laridagi suratlari va qizlik familiyasi, Rahmetova nomi bilan yozilgan lavhalar namoyish etildi. Bular mashinistim. Men bunda yordamchi bo'lganman. 3 oydan keyin texnika maktabi ochildi. Toshkentda o'zimizda men etti mashinistlar kursini tugatdim. Men mashinist bo'lganim yo'q polностью. Men SBda ham ishladim, Svyazda, slesar bo'lib ishladim, texnik pazamera bo'lib ishladim. Keyin o'zi radiosvet, radiovisheniyani tugatganim uchun bu yoqqa shunchaga o'tib ketdim. Metro tarixida nomim qolgan. Juda ham xursandman. 2025-yilda ham zamonaviy Toshkent metrosida ayollar ish boshladi. Demak, mustaqillikkacha ham metroda ayollar faoliyat yuritgan. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Sermekbayev, Sohibjon Mamasoliyev, Toshkent.